Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan AlphaCNL platformasida eng ko'p berilgan savollarga javob berib ketamiz. Birinchi savol aktiv guruhda, ya'ni dars o'tilgan guruhda bitta mijoz qo'shilmasdan qolib ketilgan va uni qo'shish uchun nima qilishimiz kerak? Ishtirokchilar qatoridan qo'shish tugmasini ustiga bosib, o'sha o'quvchini qo'shib olamiz va tanlaymiz va bu yerdan kelgan sanasini 26-yanvardan qo'yamiz, ya'ni birinchi dars boshlangan kundan qo'yamiz va saqlash tugmasini ustiga bosamiz va bu yerda aytadiki, ushbu davr mobaynida guruhda 9 ta darslar o'tilgan, unga talabani qo'lda kiritish kerak bo'ladi. Ya'ni platformamizda oldin o'tilgan darslarni davomat qilinsa, ushbu darslarni o'zgartirib bo'lmaydi, ya'ni davomat qilingan darslarni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu o'quvchi esa avtomatik keyingi darslardan qo'shilgan bo'ladi guruhga. Endi biz bu o'quvchini dars boshlanishidan qo'shishimiz uchun uni bittalab darsga kiritishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hozir biz saqlash tugmasini ustiga bosamiz va birinchi dars ustiga bosib, bu yerdan ko'rib turamizki, ushbu o'quvchi yo'q. Buning uchun esa ochish tugmasini ustiga bosib, bu yerdan mijoz tanlash qismidan o'sha o'quvchini tanlab bosamiz va bu yerdan qo'shib olamiz ruchnoy hamda saqlash tugmasini ustiga bosamiz. Hamda xuddi shunaqa qilib 27-dars uchun ham ochish tugmasini ustiga bosib, bu o'quvchini mijoz tanlash qismidan qo'yib, tanlab olib, saqlash tugmasini ustiga bosib kiritamiz. Va xuddi shunaqa hamma o'tilgan darsni bittalab ochib, o'quvchini bittalab kiritish kerak bo'ladi. Ikkinchi savol, ba'zida o'quvchilarni mijoz kartasiga kirganimizda, bu yerdan ushbu ko'p turganingizdek dars o'tilgan kunlar ko'k rangda bo'lib chiqishi mumkin. Bu nima va uni qanaqa to'g'rilash kerak bo'ladi? Xo'p, bu hisoblanmagan obunalar, ya'ni bu darslar noto'g'ri kiritilgani uchun obuna yechmagan bo'ladi va buni obuna yechish uchun nima qilishimiz kerak? Xo'p, avval bu muammoni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib hisob va obunalarni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qalamchani ustiga bossak, bu yerdan o'tilgan darslar vaqti hamda qaysi kurslar o'tilyapti hamda dars turlari qanaqa. Bu yerdan hozir hamma dars turlari uchun belgilab qo'yilgan. Ya'ni buni nimaga so'rayapman? Hozir bu gruppovoy uchun faqat aktiv amal qilsa, lekin ushbu ko'k dars individual bo'lishi mumkin yoki xuddi shunaqa bu yerda faqat ingliz tili uchun amal qilinsa, rus tili bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda tekshirdik. Ana endi biz ko'k bo'lib chiqqan tugmani ustiga bosamiz. Bu yerda individual dars deyapti. Bizni obunamiz bo'lsa, hamma individualniga ham, gruppovoyga ham amal qilardi. Demak, bu yerda xato emas ekan. Xo'p, keyingisi kurs rus tili ekan. Bizni obunamiz bo'lsa, faqat ingliz tili uchun amal qiladi. Hozir bu yerdan ingliz tili qilib o'tamiz va saqlash tugmasini ustiga bosamiz. Va xuddi shunaqa dushanbadagi darsni ham ustiga bosib, bu yerda ochib qarasak, xo'p, bu yerda gruppovoy va bu yerdan rus tilini ingliz tili qilib olamiz. Xo'p, endi saqlash tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, ko'p turganingizdek, ushbu darslar asl holatiga qaytdi. Agar misol uchun ushbu darslar asl holatiga qaytmasa, unda nima qilishimiz kerak? Buning uchun qalamchani ustiga bosib, chaqmoq belgisini ustiga bosishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan ushbu obunani qayta 6 dars uchun amal qilingan qilib qo'yadi. Qayta hisoblansini ustiga bossak, ushbu obuna umumiy darslar uchun qaytadan hisoblandi va ko'k belgilarni avtomatik yashil belgi yoki qizil belgiga aylantiradi. Yashil belgi bu pul to'lagan, qizil belgi bo'lsa bu darsga pul to'lamagan. Xuddi shunaqa qilib buni to'g'rilashimiz mumkin. Keyingi savol, misol uchun siz qaysidir guruhga o'quvchilarni qo'shdingiz va qarasangiz ushbu guruh noto'g'ri va siz guruhni o'chirsangiz, har bitta o'quvchini guruhlar qismida o'chirilgan dars mana bunaqa bo'lib turadi. Ya'ni ustiga chiziq tortilgan bo'ladi. Bu chizig'i tortilmasligi uchun nima qilish kerak? Xo'p, birinchi bo'lib guruhga kiramiz. Biror bir guruhga o'chirmoqchi bo'lsak, o'ng tomondan o'chirish belgisini ustiga bosib, o'chirish ustiga bosamiz va o'chirilgan dars arxiv bo'limiga tushadi. Arxiv bo'limidan dars ustiga bossak, bu yerda hozir o'quvchilarni bittalab o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun qalamchani ustiga bosib, o'chirish belgisini ustiga bosamiz va belgisini ustiga bosamiz. Hozir biz boyagi o'quvchini ustiga kirsak, shu yerda yana bitta savol tug'iladi. Ya'ni guruhni o'chirganingizdan keyin uni ichidagi o'tilgan darslar o'chib ketmaydimi o'quvchilardan? O'chib ketmaydi.
Ya'ni hozir misol uchun bu o'quvchida xuddi shu guruhdagi bitta darsi bor. Ko'p turishingiz mumkin, bu o'chirilgan guruh va dars uchun pul yechilgan. Agar ushbu darsdan ham o'chirmoqchi bo'lsak, ya'ni ushbu o'chirilgan guruhdagi darsni ham o'chirmoqchi bo'lsak, o'sha o'chirilgan guruhga qaytamiz va buni xohlasak bittalab o'chirishimiz mumkin. Va bu yerdan ochish ustiga bosib, bu yerdan удалить tugmasini bosamiz hamda ha deb tasdiqlaymiz. Yoki umumiy hammasini o'chirmoqchi bo'lsak, bu yerdan arxivdagi jadval ustiga bosib, bu yerdan muntazam darslarni umumiy olib tashlaymiz. Xuddi shunaqa qilib, payshanbadagi darsni ham o'chirib tashlasak, shu payshanbadagi hamma darslar o'chib ketadi. Va bu yerdan ko'rib turishimiz mumkin, 24-dars hozir turibdi va hozir 700 rubl hisobida bor va biz hozir ekranni yangilasak, 24-dars avtomatik o'chdi va puli o'quvchiga qaytarib berildi. Keyingi savol, biror bir o'quvchini boshqa guruhga olib o'tish uchun nima qilish kerak? Xo'p, aytaylik, ushbu o'quvchi birinchi guruhdan darsini tugatib, ikkinchi guruhga ko'chirilyapti. Buning uchun biz ushbu guruhning qalamcha tugmasini ustiga bosib, bu yerdan darsini 26-gacha qo'yamiz va saqlash tugmasini ustiga bosamiz. Va ko'p turganingizdek, uje bu darslar tugatildi va bu aytganimizdek, davomat qilingan darslar o'chib ketmaydi. Va bu guruhga xalaqit bermaslik uchun o'chirib qo'yish ham bo'ladi xohlasak, lekin turaversa ham bo'ladi. Misol uchun buni hozir biz o'chiramiz. Endi biz ushbu o'quvchini boshqa guruhga qo'shmoqchimiz, ya'ni yangi guruhga, misol uchun 10-guruhga o'tkazmoqchimiz va bu yerdan bugungi sanani qo'yib, saqlash tugmasini ustiga bosamiz. Va ushbu o'quvchi guruhga yozildi. Yana savol bo'lishi mumkin, aytaylik, bu o'quvchi 2 kun oldin boshqa guruhga olib o'tilgan, lekin siz uni o'tgan darslariga davomat qilgansiz va bu holatda nima qilish kerak? Va birinchi bo'lib, ushbu o'tilgan darslarning ustiga bosamiz va ochish tugmasini ustiga bosib, bu yerdan o'sha o'quvchini qo'lda o'chirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun minus tugmasini ustiga bosib, u o'quvchini o'chirishimiz kerak bo'ladi. O'sha dars uchun faqat o'chadi va saqlash tugmasini ustiga bosamiz va xuddi shunaqa dars o'tilmagan lekin davomat qilingan sanalarni topib, o'chirib, keyin xuddi shunaqa qayta qo'shib chiqsak bo'ladi. Va yangi guruhni o'sha sanadan qo'shmoqchi bo'lish uchun guruhlar bo'limini aytaylik 14-dan sozlab olamiz. Saqlash ustiga bosib, bu yerdan guruh ustiga bosib, 14-darsga ushbu o'quvchini qo'shib olamiz, ya'ni davomat qilib bo'lingan bu darsga. Endi o'quvchini ruchno qo'shishimiz kerak bo'ladi va saqlash tugmasini ustiga bosib saqlab olamiz va xuddi shunaqa keyingi darslarni ham qo'shib chiqamiz. Ushbu o'quvchini ustiga bossak, guruhga to'lovi boshqacha bo'lsa va o'sha kungi to'lovlar noto'g'ri hisoblansa, bu aytganimdek, bu yerdan hisob obunalaridan qalamchani ustiga bosib, chaqmoq belgisini ustiga bosib, darslarni qayta hisoblaymiz va qayta hisoblash tugmasini ustiga bosamiz. Darslar uchun xato hisoblangan bo'lsa, obuna puli barcha darslar uchun boshqatdan teng taqsimlanadi. Keyingi savol, misol uchun darslar dushanba, chorshanba, juma kunlari bo'lardi, lekin birdaniga seshanba, payshanba, shanba kunlariga o'tkazildi. Buni holatda nima qilish kerak? Xo'p, buning uchun biz o'sha guruhni ustiga bosib kiramiz va bu yerdan ko'rib turamiz, dushanba, chorshanba, juma kunlari amal qiladi va aytaylik, bu dars bugundan boshlab tugaydi va keyingi haftadan boshqa kunlariga ochiladi. Buning uchun har bitta muntazam darsni oldidagi qalamcha tugmasini ustiga bosib olamiz va bu yerdan darsni bugundan tugaydi deb belgilab qo'yamiz va saqlash tugmasini ustiga bosib saqlab olamiz. So'ng bu dars avtomatik arxivga tushadi va bu yerdan qolgan darslarni ham qalamchani ustiga bosib bugungacha deb olamiz va bu yerdan yangi dars qo'shamiz hamda buni sanasini aytganimizdek seshanba, payshanba hamda shanba kunlari deb olamiz va bu yerdan bugundan boshlaydi deb qo'yamiz va soatlarini, vaqtlarini belgilab saqlash tugmasini ustiga bosib saqlab olamiz. Keyingi savol, biror bir o'quvchiga 1-yanvardan chegirma berish kerak edi, lekin hozir 20-yanvar va bu o'quvchiga oldingi darslar uchun chegirmani qanday berish kerak? Buning uchun biz biror bir chegirma bermoqchi bo'lgan mijozimiz ustiga bosamiz va bu yerdan aytaylik, 25-dan dars boshlangan ekan va biz xuddi shu 25-dan chegirma bermoqchimiz.
Buning uchun hozir biz chegirmalardan qo'yish tugmasini ustiga bosib, bu yerdan biz foizni olamiz. Misol uchun 50%. Yoki to'layotgan obunani yarmini olib olishimiz kerak bo'ladi agar pullik qilib olmoqchi bo'lsak. Xo'p, hamda biz amal qilish muddatini 25-dan deb olamiz. Ya'ni 25-yanvardan qilib olamiz. Ya'ni shu muddatda amal qilish uchun va bu yerdan chegirma amal qilish muddatini qo'shamiz. Misol uchun 1 oy amal qilsin. Hamda ingliz tili va bu yerdan dasturga individualni qilib olamiz. Ya'ni individualni dars biriktirilgan bu o'quvchiga va saqlash tugmasini ustiga bosamiz va ushbu summaga qarab turamiz. Ya'ni 12687 u o'zgarmadi. Chunki esingizda bo'lsa aytganimdek, agar siz dars uchun davomat qilgan bo'lsangiz, unga siz chegirma qo'yishsiz ham, obunani almashtirsangiz ham o'zgarmaydi. Buni o'zgartirish uchun bo'lsa, har bitta dars ustiga bosib, ochish tugmasini ustiga bosamiz. Hozir ko'p turibmiz 625 va pichkani yoqib o'chirganimizdan keyin ko'p turganingizdek uni yarmi avtomatik bo'tdi. Xuddi shunaqa buni saqlash qilib olib, har bitta darsni alohida qilib chiqish kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'quv markazi moliyasida har xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni aytaylik, ushbu o'quvchini hisobi hozir -750 bo'lsa, uni siz hech narsani o'zgartirmasdan 0 ga tushirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunday holatda sizga to'lovlar qismidan korrektirovka funksiyasi kerak bo'ladi. Ya'ni korrektirovkani ustiga bosganimizda siz ushbu summani 750 deb qo'ysangiz va saqlash tugmasini ustiga bosganingizda ushbu o'quvchini balansi avtomatik 0 bo'ladi. Yoki qaytanga uni hisobini kamaytirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni hozir -500 qilishimiz uchun esa bu yerdan qo'yish tugmasini ustiga bosib, yana korrektirovkani ustiga bosamiz hamda bu yerdan -500 deb olamiz. Ya'ni oldida minus turishi shart va saqlash ustiga bossak, bu yerdan -500 qilib hisobni o'zgartirishingiz mumkin. Siz xuddi shunaqa korrektirovka funksiyasi orqali o'quvchini hozirgi joriy balansini to'g'irlashingiz mumkin bo'ladi. Korrektirovkaning afzallik jihati bu siz korrektirovka qilib balansni o'zgartirsangiz, bu moliyaviy hisobotda ta'sir qilmaydi. Ya'ni siz hozir doxod qilib o'quvchini balansiga hisob qo'ysangiz, ertaga siz moliyaviy hisobotda chiqarmoqchi bo'lsangiz, xato chiqarishi mumkin. Eng ko'p berilgan savollarga javob bo'yicha ishlangan videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizda qo'shimcha boshqa savollar bo'lsa, bu safar bizning menejerlarimizga emas, aynan shu video izohi yozib qoldirsangiz, keyingi videomiz aynan shu haqida bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.